Made it out alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from my coffin. Dars qaynonam Metvachchami va 18 oylik bolamni uxlatib o'zim sushi yegani keldim. Bu yerga hamma yigiti bilan swidaniya qilgani kelsa, men sushi bilan swidaniya qilgani keldim. Sushi sotuvchi odam juda ham chiroyliligim uchun palichka berishni esdan chiqibdi. Sarafanda yeyapti. Hamma birga piknik qilgani keldi. Yigiti bilan. Men bo'lsa sushi bilan piknik qilgani keldim. Kalis qaynonam bilan ozgina tortishib qoluvdim, shunga chiqib ketvordim uydan. Har shanba ofitsiantlik ishida ishlayman deb turib kelishib qo'ygan ekan qaynonam. O'shanga bugun opasining uyiga chiqib maqtanishga chiqdimi bilmadim. Men ofitsiantlik ishiga kirdim. Gapirgan ekan. Opasi aytibdi, sen nima qilasan qiynalib ishlab, ana kelining ishlasin deb aytibdi. Hatta opasi bilmaydi men har oy qaynonamga pul berishimni. Chunki qaynonam bunaqa narsalar aytmaydi, o'zini bechara ko'rsatish yaxshi ko'radi.